Agar siz pensiyaga chiqqansiz, lekin ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik ishlovchi pensionerlar bitta narsani bilmaydi. Pensiya tayinlangandan keyin ham siz ishlagan davrlar. To'langan ish haqi va ijtimoiy soliq hisobiga pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyatdan hamma ham to'g'ri foydalana olmayapti. Kimdir ariza bermay yuribdi, kimdir baribir oshmaydi deb o'ylaydi. Yana kimdir hujjatlari to'liq bo'lmagani uchun rad javobini oladi. Men bugun sizga ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasini oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir ishlayotgan pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, ish beruvchilarga va yaqinlariga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men aynan nima qilish kerak, qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo masalaning o'zagini tushunib olaylik. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashi mumkin. Masalan, erkak kishi yoshga doir pensiyaga chiqdi, lekin korxonada ustalik qiladi. Ayol kishi pensiyaga chiqdi, lekin maktabda, poliklinikada, bog'chada yoki xususiy tashkilotda ishlashda davom etyapti. Savol tug'iladi. U odam pensiyaga chiqqandan keyingi ishlagan yillari uchun keyinroq pensiyasini oshira oladimi? Ilgari ko'pchilik orasida shunday tushuncha bor edi. Pensiya bir marta tayinlanadi. Tamom, keyin faqat indeksatsiya bo'lsa oshadi. Ya'ni davlat umumiy oshirsa oshadi, bo'lmasa o'sha miqdorda qoladi. Amalda esa pensiya tizimida qayta hisoblash degan tushuncha bor. Bu pensiyani oddiy oshirish emas. Bu sizning pensiya hujjatlaringizga yangi ma'lumotlar qo'shilishi yoki sizning ish stajingiz, ish haqi ko'rsatkichlaringiz o'zgarishi hisobiga pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish degani. Pensiyani indeksatsiya qilish hamma pensionerlarga umumiy tartibda qo'llaniladi. Masalan, davlat pensiyalarni ma'lum foizga oshirdi. Demak, ko'pchilikning pensiyasi oshadi. Qayta hisoblash esa individual masala. Ya'ni aynan siz ishlaganmisiz, siz uchun ijtimoiy soliq to'langanmi, sizning qo'shimcha ish stajingiz qancha, sizning oyligingiz rasmiy bo'lganmi, oldingi pensiya hisobida qaysi davrlar inobatga olingan. Mana shu savollar natijaga ta'sir qiladi. Hozirgi tartibning eng muhim tomoni shuki, ishlovchi pensioner o'z huquqini bilsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatish masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin bu men ishladim, demak pensiyam albatta katta miqdorga oshadi degani emas. Ba'zida oshadi, ba'zida juda oz oshadi, ba'zida esa qayta hisoblash natija bermasligi ham mumkin. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rish kerak. Endi kimlar bu masalada albatta o'ylanishi kerak, kimlar esa ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin, shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Rasmiy ishlash deganda faqat ishga borib kelish emas, ish beruvchi tomonidan ish haqi hisoblanishi, soliq va ijtimoiy to'lovlar tegishli tartibda aks etishi nazarda tutiladi. Agar siz og'zaki kelishuv asosida ishlagan bo'lsangiz, masalan, do'konda yordam berdingiz, ustaxona yoki qurilishda ishladingiz, lekin sizning nomingizdan hech qanday rasmiy to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bu davr pensiya qayta hisobida inobatga olinmasligi mumkin. Ikkinchi muhim guruh pensiyaga chiqqandan keyin kamida ma'lum bir davr uzluksiz yoki umumiy hisobda yetarli muddat ishlaganlar. Amaliyotda ko'p holatlarda pensiyaga chiqqandan keyingi qo'shimcha ish staji pensiyani qayta hisoblashda ahamiyatga ega bo'ladi. Agar odam pensiyaga chiqqanidan keyin faqat 1-2 oy ishlagan bo'lsa, katta o'zgarish kutmaslik kerak. Lekin 2 yil, 3 yil, 5 yil ishlagan bo'lsa, bu albatta tekshirib ko'rishga arziydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Rasul aka 60 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning umumiy ish staji 32 yil bo'lgan. Pensiyaga chiqqandan keyin u yana 30 yil korxonada rasmiy ravishda qorovul bo'lib ishladi. Har oy rasmiy oylik oldi. Ish beruvchi tegishli soliqlarni to'ladi. Endi Rasul aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatishni so'rashi mumkin. Agar uning qo'shimcha 30 yillik ish davri tizimda ko'rinayotgan bo'lsa va hisoblash tartibiga ko'ra bu davr pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, uning pensiyasi oshishi mumkin. Ikkinchi holat. Dilbar opa pensiyaga chiqqach, xususiy klinikada hamshira bo'lib ishladi. Lekin klinika unga oylikni qisman karta orqali, qisman naqd bergan.
Rasmiy hujjatda esa minimal ish haqi atrofida ko'rsatgan. Dilbar opa men aslida ko'proq olganman deb aytishi mumkin. Lekin pensiya qayta hisobida og'zaki aytilgan daromad emas, rasmiy hisoblangan ish haqi va tegishli to'lovlar muhim bo'ladi. Demak, bu yerda qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Lekin natija opa kutgan darajada katta bo'lmasligi ehtimoli bor. 3-holat. Akmal aka pensiyaga chiqqandan keyin taksida ishladi. Lekin u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida to'g'ri rasmiylashtirmagan yoki tegishli to'lovlarni amalga oshirmagan. Bunday vaziyatda men 5 yil ishladim degani pensiya uchun avtomatik staj bo'lib qolmaydi. Pensiya tizimi hujjat va to'lovga qaraydi. Agar qonuniy ro'yxatdan o'tish va to'lovlar bo'lmasa, bu davrni keyin isbotlash juda qiyin bo'ladi. 4-holat. Mohira opa o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanidan keyin ham maktabda dars bergan. Uning ish haqi rasmiy bo'lgan. Mehnat daftarchasida yoki elektron mehnat tizimida ma'lumotlar bor. Bunday odamlar odatda pensiya qayta hisoblash masalasida nisbatan qulay holatda bo'ladi. Chunki byudjet tashkilotlarida ish haqi va ish staji ma'lumotlari ko'pincha tizimda aniqroq ko'rinadi. Lekin baribir ariza, tekshiruv va hisob-kitob kerak bo'ladi. Endi pensiya o'sishining mantiqini oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya miqdoriga odatda bir nechta omil ta'sir qiladi. Ish staji, ish haqi, pensiya hisobida qo'llanadigan koeffitsiyentlar. Qonunchilikdagi minimum va maksimal cheklovlar, shuningdek avval hisobga olingan davrlar. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davr qo'shimcha staj sifatida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim holatlarda pensiyani hisoblashda yuqori ish haqi davrlarini tanlash imkoniyati ham natijaga ta'sir qilishi mumkin. Keling, raqam bilan tasavvur qilamiz. Masalan, pensionerning pensiyasi 1.200.000 so'm edi. U pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil rasmiy ishladi. Qayta hisob-kitobdan keyin uning qo'shimcha staji inobatga olinib, pensiyasi 1.200.000 so'mga chiqdi deylik. Bu o'yga 900.000 so'm qo'shimcha degani. Kimdir bu katta pul emas deyishi mumkin. Lekin yiliga 960.000 so'm bo'ladi. Agar odam bu huquqidan foydalanmasa, o'sha pulni ola olmaydi. Boshqa bir pensionerda esa qo'shimcha staj va yuqoriroq rasmiy ish haqi sabab pensiya 200.000 yoki 300.000 so'mga ham oshishi mumkin. Hammasi individual holatga bog'liq. Yana bir misol. Sobir aka pensiyaga chiqishdan oldin oxirgi yillarda past oylik olgan. Lekin pensiyaga chiqqandan keyin malakali mutaxassis sifatida xususiy korxonada ancha yaxshi maosh bilan ishlagan. Agar bu maosh rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, ayrim hisob-kitoblarda u pensiyaga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Lekin agar ish beruvchi maoshni qog'ozda kam ko'rsatgan bo'lsa, Sobir akaning real mehnati pensiya hujjatlarida to'liq aks etmaydi. Mana shu sababli men har doim ishlovchi pensionerlarga aytaman. Oylikning rasmiy bo'lishi faqat bugungi daromad uchun emas, kelajakdagi pensiya huquqi uchun ham kerak. Kimlar xavotir qilmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, qayta hisoblash aynan ishlovchi pensioner sifatida sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Sizning pensiyangiz faqat umumiy indeksatsiya, qonunchilikdagi o'zgarishlar yoki oldin hisobga olinmagan hujjatlar topilgan holatlarda o'zgarishi mumkin. Yoki siz pensiyaga chiqqandan keyin norasmiy ishlagan bo'lsangiz, men ishlovchi pensionerman deb hisoblasangiz ham. Pensiya tizimi uchun bu rasmiy staj bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eng katta farq rasmiy va norasmiy ishda. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylar, istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim avtomatik bo'ladi deb o'ylamang. Ayrim ma'lumotlar davlat tizimlarida bo'lsa ham, amaliyotda pensionerning arizasi, murojaati yoki tekshiruv kerak bo'lishi mumkin. Men ishladim. Ular o'zlari bilib oshirib qo'yadi deb yillar davomida kutish to'g'ri emas. Tizimda ma'lumot bo'lsa ham, sizning pensiya ish hujjatingiz alohida ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Qayta hisoblash odatda murojaat qilingan vaqtdan keyingi davrga ta'sir qiladi. Ko'pchilik men 3 yil oldin ishlaganman, endi borsam 3 yilning hammasini orqaga to'lab berishadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Agar qonunchilikda alohida asos bo'lmasa, pensiyani qayta hisoblash ariza berilgan sanadan yoki belgilangan tartibdagi keyingi oydan boshlab qo'llanishi mumkin. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Bugun huquqingiz bo'lsa, bugun tekshirtiring. Uchinchi nozik jihat. Ish staji borligi pensiya albatta sezilarli oshadi degani emas.
Chunki pensiya formulasida faqat staj emas, boshqa omillar ham bor. Masalan, sizning pensiyangiz allaqachon ma'lum yuqori chegaraga yaqin bo'lishi mumkin. Yoki qo'shimcha ishlagan davringizdagi ish haqi past bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki avvalgi hisob kitobda siz uchun eng foydali davrlar allaqachon olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun natija individual hisob kitobdan keyin ma'lum bo'ladi. 4-nozik jihat konvertda oylik pensiyani yeb qo'yadi. Bu juda muhim. Ko'plab pensionerlar menga baribir pensiya tayinlangan, endi rasmiy oylikning ahamiyati yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa agar siz keyin pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, rasmiy ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ish beruvchi sizga 3 million so'm bersa, lekin hujjatda 50 million so'm ko'rsatsa, pensiya jamg'armasi 3 million emas. Hujjatdagi summani ko'radi. Bu esa kelajakdagi oshish imkoniyatini kamaytiradi. 5-nozik jihat elektron tizimdagi xatolar. Ba'zan odam ishlagan, soliq to'langan, lekin ma'lumotlar noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. Familiyada xato, JSHda xato, ish davrining boshlanish yoki tugash sanasi noto'g'ri, tashkilot nomi almashgan, korxona yopilgan, arxivga topshirilmagan hujjatlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensioner menga rad berishdi deb darrov to'xtab qolmasligi kerak. Xatoni topish, ish beruvchi yoki arxiv orqali hujjatni tiklash, soliq organlaridagi ma'lumotlarni tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Bir nechta joyda ishlash. Ayrim pensionerlar bir vaqtning o'zida yarim stavka maktabda, yana yarim stavka xususiy markazda ishlaydi. Bu holatda hamma ish joylari bo'yicha rasmiy to'lovlar bo'lgan-bo'lmaganini tekshirish muhim. Faqat mehnat daftarchasida yozuv borligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ish haqi va tegishli ajratmalar ham ko'rinishi kerak. Ayniqsa xususiy sektor bilan byudjet tashkiloti birga bo'lsa, har bir ish joyi bo'yicha ma'lumot alohida tekshiriladi. 7-nozik jihat pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi pensiya turlarida qayta hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Ishlovchi pensioner deganda ko'pchilik yoshga doir pensionerni tushunadi. Lekin amaliyotda boshqa pensiya turlari bo'yicha ham alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan sizning pensiya turini aytib murojaat qilish kerak. Men pensionerman deyish yetarli emas. Men yoshga doir pensiya olaman yoki men nogironlik pensiyasi olaman deb aniq aytish kerak. 8-nozik jihat. Pensiyaga chiqqandan keyingi ish davri bilan pensiyagacha bo'lgan unutib qoldirilgan stajni aralashtirmang. Ba'zi odamlar pensiya tayinlanganda eski hujjat topilmagan bo'ladi. Masalan, 1995-1990 yillarda ishlagan, lekin arxiv ma'lumotlari keyin topilgan. Bu ham pensiyani qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu ishlovchi pensioner sifatidagi qayta hisoblashdan boshqa masala. Ikkalasini alohida tushunish kerak. Sizda pensiyadan keyingi rasmiy ish davri ham bo'lishi mumkin. Eski topilmagan staj ham bo'lishi mumkin. Har ikkisini jamlab tekshirtirish foydali. 9-nozik jihat ish beruvchining mas'uliyati. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni rasmiylashtirishi, ish haqini to'g'ri hisoblab berishi va tegishli hisobotlarni topshirishi kerak. Siz pensioner bo'lganingiz uchun ish beruvchi sizga shartnoma shart emas deyishi noto'g'ri. Pensioner ham mehnat qilayotgan bo'lsa, mehnat huquqlariga ega. Rasmiylashtirmaslik keyinchalik nafaqat pensiya, balki mehnat nizolari, kasallik varaqasi, ishlab chiqarishdagi baxtsiz kabi masalalarda ham muammo tug'diradi. Birinchi qadam, o'zingizning ishlagan davrlaringizni yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefoningizga pensiyaga chiqqan sanangizni, undan keyin qayerlarda ishlaganingizni, qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlaganingizni yozing. Masalan, 2021 yil 1 sentyabrdan 2023 yil 31 avgustgacha maktabda o'qituvchi, 2023 yil sentyabrdan hozirgacha xususiy markazda maslahatchi. Bu ro'yxat keyin hujjatlarni tekshirishda juda yordam beradi. Ikkinchi qadam, rasmiy ish stajingiz tizimda bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, My.gov, Uz kabi elektron davlat xizmatlari orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar elektron imzo yoki OneID orqali kirishni bilmasangiz, farzandingizdan, yaqinlaringizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Muhimi, men bilmayman deb qo'l siltamang. 3-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi bo'lsa uning nusxasi, elektron mehnat tizimidagi ma'lumotlar,
ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Kerak bo'lsa arxiv ma'lumotlari so'ralishi mumkin. Hamma holatda hujjatlar ro'yxati bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hududiy pensiya bo'limidan aynan sizga kerakli ro'yxatni yozdirib oling. 4-qadam ariza bering. Arizada juda murakkab gaplar shart emas. Mazmuni aniq bo'lsin. Men pensiya tayinlangandan keyin falon davrda rasmiy ishlaganman. Ushbu davrlarni inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar sizda eski topilgan staj yoki ish haqi hujjatlari ham bo'lsa, ularni ham arizada ko'rsating. Arizani topshirganingizda qabul qilingan sanasi, ro'yxat raqami yoki tasdiqlovchi hujjatni olib qo'ying. Bu juda muhim. 5-qadam. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, sababini yozma tushuntirishni so'rang. Chunki og'zaki javobda xatolik bo'lishi mumkin. Yozma javobda esa qaysi asos bilan rad etilgani ko'rsatiladi. Masalan, ish davri tasdiqlanmagan, ijtimoiy to'lovlar ko'rilmagan, yetarli muddat yo'q, hujjat noto'g'ri yoki hisob kitob natijasida pensiya oshmasligi aniqlangan bo'lishi mumkin. Sababni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri qo'yasiz. 6-qadam. Ish beruvchidan hujjat talab qiling. Agar siz ishlagan joyda ma'lumotlar to'liq ko'rinmayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Ulardan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar. Lavozim, ish haqi, to'langan soliqlar bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, hujjatlar qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Bu jarayon vaqt oladi. Lekin pensiyaga ta'sir qiladigan hujjatni topish ko'pincha bunga arziydi. 7-qadam. Hisob kitobni tushuntirib berishlarini so'rang. Pensiyangiz qayta hisoblandi, deylik. Lekin siz faqat yangi summani ko'rdingiz. Men tavsiya qilaman, qanday davrlar inobatga olingani, qaysi ish haqi asos qilingani, nima sababdan aynan shuncha chiqqani haqida tushuntirish so'rang. Bu sizning huquqingiz. Agar hisobda xato bo'lsa, uni aynan shu bosqichda aniqlash mumkin. 8-qadam. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati borligini unutmang. Albatta, har bir masalada darrov sudga yugurish shart emas. Avval hududiy bo'lim bilan aniqlashtiring. Keyin viloyat darajasidagi boshqarmaga yozing. Zarur bo'lsa mutaxassisdan maslahat oling. Lekin davlat organi aytdi, demak tamom deb huquqingizdan voz kechmang. Agar sizda hujjat bo'lsa, qonuniy asos bo'lsa, masalani oxirigacha olib borish mumkin. 9-qadam. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kelajakni oldindan himoya qiling. Ishga kirganingizda mehnat shartnomasi tuzilganini tekshiring. Oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganini nazorat qiling. Bank kartangizga tushayotgan summa bilan hujjatdagi summa mos keladimi? E'tibor bering. Soliq va mehnat tizimlarida ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etayotganini vaqti bilan tekshirib turing. Bu ishlar bugun zerikarli ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiya qayta hisobida juda muhim bo'ladi. 10-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalanishga qiynaladi. Ular davlat xizmatlari markaziga borishga, navbat kutishga, hujjat yig'ishga charchashi mumkin. Agar sizning ota-onangiz yoki yaqin qarindoshingiz pensiyada bo'lsa-yu, ishlashda davom etgan bo'lsa, ulardan pensiyangizni qayta hisoblatib ko'rdingizmi deb so'rang. Ba'zida farzandining bitta yordami bilan odam har oy qo'shimcha daromad ola boshlaydi. Endi yana bir amaliy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Farida opa 2020 yilda pensiyaga chiqqan. 2020 yildan 2024 yilgacha u bog'chada enaga bo'lib ishlagan. Oyligi juda katta bo'lmagan, lekin rasmiy bo'lgan. U 2024 yilda pensiya bo'limiga borganida ayrim ma'lumotlar tizimda ko'rinmagan. Farida opa ish joyidan ma'lumotnoma oldi. Buxgalteriya orqali ish haqi davrlarini tasdiqladi, ariza berdi. Hisob kitobdan keyin pensiyasi oyga 110 ming so'mga oshdi. Bu misolda eng muhim narsa shuki, opa o'zi bo'lar deb kutmadi, hujjatni yig'di va ariza berdi. Yana bir holat. Tohir aka pensiyaga chiqqandan keyin qurilishda ishlagan, lekin rasmiylashtirilmagan. U pensiya bo'limiga borganida unga bu davr bo'yicha ma'lumot yo'qligi aytilgan. Tohir aka xafa bo'ladi. Chunki u haqiqatan ham ishlagan. Lekin pensiya tizimi uchun asos hujjat va to'lov. Bu misol boshqalarga saboq bo'lish kerak. Keyin ko'ramiz deb norasmiy ishlash oxir-oqibat o'zingizga zarar qiladi. Ayniqsa pensioner bo'lsangiz ham rasmiy ishni talab qilishdan tortinmang. Yana bir holat. Nigora opa pensiyaga chiqqandan keyin 2 joyda ishlagan. Biri rasmiy, biri norasmiy. Qayta hisoblashda faqat rasmiy joydagi davrlar inobatga olindi.
Natijada pensiyasi oshdi, lekin u kutgandan kamroq. Nima uchun? Chunki ikkinchi ish joyidan hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q edi. Demak, odam ishlagan soatlari ko'p bo'lsa ham, pensiya uchun hujjat bilan tasdiqlangan qismi muhim. Men tomoshabinlarga yana bitta muhim tavsiyani aytaman. Har bir murojaatda nusxa qoldiring. Ariza topshirsangiz nusxasini oling. Ma'lumotnoma topshirsangiz, qaysi hujjatlarni topshirganingizni yozib qo'ying. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi bo'lim bilan gaplashganingizni, kim bilan gaplashganingizni, qachon gaplashganingizni qayd eting. Bu tartib sizni keyinchalik chalkashliklardan himoya qiladi. Xulosa qilib aytsam, ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash juda muhim masala. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlar pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Lekin natija avtomatik bo'ladi deb kutmang. Hujjatlarni tekshiring, ariza bering, ish beruvchidan ma'lumot oling. Pensiya bo'limidan yozma tushuntirish so'rang va hisob-kitobni nazorat qiling. Eng katta xato norasmiy ishlash, ariza bermaslik, og'zaki javob bilan cheklanib qolish va hujjatlarni vaqtida yig'maslikdir. Eng to'g'ri yo'l esa rasmiy ish. To'liq hujjat, aniq murojaat va sabr bilan tekshirishdir. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, bugunoq bu masalani tekshirib ko'ring. Kommentariyada yozing. Siz ishlovchi pensionermisiz? Pensiyangizni qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir har oylik daromadini oshirishga yordam berishi mumkin.